7-8 kilo bitgan hozir. Ağırlar nani bazı bu? Abdeshchami bozor emas, bizning Qo'tan mavon. Qo'tanmi? Qo'tan. Bu adam bek oz bu. Ay bugun bir Qo'chqonning balligini ko'rgilar ziyorat qilib yapti. Qo'chqon yaram o'xshaydi. Qo'chqon balli bek kep ketdi. Ko'rlar qo'chqoni. Qo'chqon bas bu. Dolan bir numarani olsa. Aka azim yaklama yaga. İkiniz gap bas sizga. Yaklama yaga. Qo'chqonmi? Qo'chqonmi? Ha. Bola chiqmaylar. Lesh qo'chqon var bu yerda? Qo'chqon to'tvan. To'tvanmi? Ha. Ha. Unda o'sha ag'illa. Nesbet sağlam bolsanız karımız yok. Bugün bu sizlik müşter qo'chqonni bağısınamda, növetnamda. Misha tuğan tuqqalı bir şey akilab, emele ortak biktiler. Ben birazdan gel maç pulsana, depremle aç pulsana, depremle ürettim yapma. Yok. Anda bas Misha da. Ağınam. Qo'chqonimizdagi növetnda va tuqqalı tuğan dep qalsa, ko'nglinizga bang. Yo'q. Ekan. Mushulni qo'chqi. Mushlar shu sizni qo'chqoningizni qo'llab, qo'chqoningiz bilan bo'lgan kerak adam bor. Mushuni zabrani qilib asosda bugun qo'chqonniki növetna. Navbat mop o'rlashtiryaptilar. Ama şu zamanı ko'rib turgan do'stlar do'stlarmi? Qo'ydim qolsin birga. Bo'ldi, sizning gapingizni olamiz ay. Qo'chqoni balli bormi? Voy, balli bor. Yaram chiqdi ballini. Qozilni ochqanlar. Mush qo'chqoni ballini qashqaslar. Hammasi mashina balli ay. Bosh qo'chqoni ballini ekanmi? Yaqinda qolma biratna. Ballini ömrüne ko'rib, ondan keyin bağlaymiz. Bu şey hammasi mush qo'chqoni ballimi? Voy, sal ichib olma yana. Ayadım bakana. Ha, qo'zim ekan qana. Qo'liq ko'rlar. Mushuni balsa. Ha, mushuni balli. Shima gekmi? Tisha. Va, balli bir o'lchamak ketdi. Muhammad Shah. Tisha. Ajoyib ketdi mana balli. Balasi ravs ketdi. Adash qo'chqon nechasi kelgan? Qo'chqonni 5000 mi sog'an, bek kanalga qilib kelganligi shu 3000 ko'ydan tushmay soldi. Aslında sapta tuqqanlar. Nechbul bikse ko'rana. 2000 koydun saparsın. 2000 koydunmu? Ha. Hadi 2000 koydun sapaz bo'ladimi? Olsa aqasini biktismi bunaqa? Men bikmayman buni. Aqasini qaybadik. 2000 koy deydi. Bo'lamda 2000 koy. 2000 ko'ydin. Bu siz 2000 koydun qo'rqma. Tuqqanni hurmatan. Ha. Ikkinchi oyning kebe 15-ga sapyay. Ma'qul, rahmat. 15 kisi. Andiki ikkinchi qo'chqa akilla. Ma qo'chqani tanishdilar da. Bana dolan bir numarani olsa. Dolan birni? Ha. Ikki o'qima? Ha, kufka. Ma 300 ming ko'ylik sog'liqni olsa. Bu endi ish tushibdi shunami? Ha, ma 8 oylik qoldi. Qo'yga soldikmi? Qo'yga bir 5-6 qo'yga soldik. Nechta soldik buni? Buni shu 2000 ko'ydin sog'an. 2000 koydimmi? Tuqqanli ma'ni bektilar. O'zing tanlab, bitin danlan. Men bekitmayman. Qasin desang bo'laydi. 2000 koydin sapta. Yo'q, bo'lmadi. Men koydim endi. Men koydimmi? Koydun qilla. At tutma yanında. Min koy sas bo'lamdi dash. Bo'ldi 1000 koy soldi. Qo'chqa shu mana. Atchim min koy sas bo'lamdi yapma. Mana bek tavan bo'lib qoldi, tuqqanni talapan. Mana shu Yaplar. Bunun ikkinchi 15 kishi. 15 kishi menga endi olmaydi. Ikkinchi 15 kishi niyat og'illar sizdan foydalanib qilib qo'y qachon ko'saga sapasin bo'ladi. May. Andiki ma'qul qillar. Ma'qul qachon? Ma Matizxonni qo'shqini olsa. Matizxonning ma ballar bormi yo'qmi? Bu balı tushmadi ha. Hozir Bir oyda tushdi. Bunda nechta soldoq? Buni shu 1500 ga 2000 ko'yin sog'an. Mana nechta sapas bo'lamdi qollamda. Danlar qason desang bo'lardi. Ha? Min ko'yn sapas bo'ladimi? Bo'ldi. Min ko'yn sapas boqqan bo'ldi. Mayli, buni ikkinchi 15 sapya. Sizni hurmatingiz Ikkinchi 15 kishi. Ikkinchi 15 kishi qo'chqoningizni kim niyatni ilmitab? Qo'y qachon ko'saga. Hozir e'lon qilgan bahoda shu. Niyatni ilvasan, qachon akasi bo'ldi. Ha, maqla. Hozir qo'chqa tugdimi endi bormi? Qo'chqon besi bor. Mana ishimda tukan. Nos. Qo'chqa yasash, korxona sashtirmoq. Ma Ablajonim 5 milyon 500 minglikni olasan. 500 millionni bo'lsin mava. Ha. To'saldimmi? To'sanmaytimi? Voy. Quloq shoyi degan shu ma. Voy, mani quloq.
Bu ish tushdimi yo'qmi? Mani ish qilsanmidiq. Mani navbatini bukitmaytinglar. Qancha vaqtda ish tushdi bu? Bu sal ojiz bu. O'zimiz shu avval qalab solamiz. Qalab. Manikini bukitmaytinglar. Nima odamda ishga qolgan tuqqan bo'lsa, sizlar aloqalasiz deyishingiz bo'ldi, shundaymi? Ha, ish tushgan chog'da o'zim e'lon qilaman. Qo'yapman. Bo'ldi, tuqqanlar uzun gapdan qisqasi yaxshi. Qo'shqonlar nima kirib chiqdi? Navbatim aniq bo'ldi. Chiqincha 15 kishi vaqt hisob qildi. Mush mazgilda siz navbatni olib qachon qolgan kelsa aklab sizlar paydo qolsangiz bo'ldi. Adash adresingizni telefon numerangizni. Adresimiz Yakanning Ishqol Osmon Jangalning xotini shu. Telefon nomeri 181 30 84 54 43. Muborak bo'lsin tuqqanlar. Onundaki bak qochqonni sodi so'g'an bugun. Ha. Qochqon sodi so'g'an? Ninki. Pulini naqlab hozir qilib qo'ydik. Ochiqda. Qaranglar, pul ochiqda. Nechta baba? 500 ming ko'y naqd pul. Ba 500 ming ko'ymi? Ha. Jep chayla pul. Qochqa onundan choylar. Onundan choylar. Adash, yakanlikni. İsminglar? Yasinjon. Yasinjon, sizning isminglar? Roziqjon. Roziqjon, Yasinjon, Roziqjon. 2026 ta birinchi joyniki bugun 22-chilar. Qochqansa tap. Mana, qochqonlar sodisi bo'lib, Yasinjon Roziqjonga sotdi. Ben aldım 1 milyondan. 1 milyon naqd pul, 500 ming koy naqd pul, 500 ming koy aşan kadın gardı. Muborak olsun. Razıyalar tutmadan mesela ki. Muborak olsun. Kötü pırkası bu pulun devası. Rahmet. Muborak olsun. Rahmet. Rahmet. 05 lira tam 05 lira tam. Ay rahmet. Ya kız zoplu işlerden cevaplamaz valla. Ayıptınız. Rahmet ulaş. 7-8 kilo bitti lazım. Ama Allah rahmet emsen. Hayır. Muborak olsun adaş. Muborak olsun.